Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Necha yursan mellada? Bu yerda shaharning Qaq markazida hovli joyimizda reklamaga chiqadi. Shuni sizlarga tanishtirsak, Hamkor bank yanimizda, Amir Temur bog'i yanimizda. Bu yana kelsak Darital, bu yana kelsak Shumbola stadion. Shaharimizning Qaq markazida. Qo'shib yo'q. Dahshat. Zo'r mastada joylashgan. Birgalikda tanishtirib o'tsak. Shu yerdan boramizmi? Shu ko'chadan boramiz. Necha metr ichana giramiz? 20 metr ichana giramiz. Birinchi ko'cha. Hovli joymi? Hovli joyi va xolasa ichida yashasam bo'ladi, xolasa yig'ib turib, 2 dona joy tursam bo'ladi. Joy quruvchilar uchun ham zo'r mesta. Hisob. Yıkım sası bo'ladi, ha? Yıkım sasa bo'ladi, materiallari zo'r debdi, ko'na emas. Boshdan Sosteniyasi ham zo'r o'xshaydi, ha? Sosteniyasi zo'r va. Bo'ladi. Joyimiz bu tarafdan giradigan bo'lsa, bog' tarafdan giriladi. Ha, bu yerdan xut bu, ha? Bu yerdan bir foto bor, aran tarafdan. Arka taraf bu, ha? Siz asosiy yo'ldan kiraveramiz. Asosiy yo'ldan kiramiz boshqa. Bo'ldi, ketdik. To'shga gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Mana bu sitoforimizdan, Amir Temur bog'imizdan birinchi ko'cha. Chapaylanamiz, ha? Chapaylanib, birinchi ko'cha Ibn Sino ko'chasi deb aytiladi. Bundan ham kelsak bo'ladi, ha? Bundan ham kelsak bo'ladi. Rayhon bozor. Rayhon bozor tarafdan ava. Tushunarli. Ikki tomonlama yo'l bor, ha? Ikki tomonlama yo'l bor. Bu sentralning ko'chasi. Shu ko'chadan ham kirsa bo'ladi, bog' tarafdan ham kirsa bo'ladi. Bir qator ko'rsatib o'tamiz, ha? Qator ko'rsatib o'tamiz. Maktab bog'cha VIP edi. Bog'cha maktab bor bu tarafda. Bir adam. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Suv, hammasi bor, svet o'chmaydi. Shaharning Qaq markazi. Hisob. Mana shu ko'chamizga kirgandan ham ko'p yurmaysiz, bir 20 metr yursangiz, chap tomonda. Ha, bundan asosiy yo'ldan 20-30 metr giramiz ekan, ha? 20-30 metr yursangiz yana birinchi chap tomondagi Bug'lovoy tupik ko'chamiz. Mana do'stlar. Gidandan joy chiqarsam bo'ladi bu yerda, ha? Bu yerdan 8,5 metrga joy chiqsam bo'ladi. Joy quruvchilar bo'lsa, shaharning Qaq markazi Ibn Sino ekan, ha? Feruz NFI. ko'chada joylashgan. Bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, xudo xolsa icham girdik. Dalon bo'lam ber. Dalon va. Dokumentlar bormi? Dokumentlari bor yana. Pol yonida o'tadigan tayyor. Bu yerda yashimanda samina berin dalonimizni 15 kvadrat metr, uzunluğu 10, enine 5. 50 kvadrat bo'ldi. Yashigan bo'lsa, pol atib, polni o'tirsa bo'ladi. Sosteniyasi ham yomon emas, ha? Sosteniyasi zakonniy. Ajoyib. Katyollarimiz bor, yana katyollarimizni ishlatib turibdi, o'zimiz suvni ishlatamiz, shunda qizadi. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Chanxonani ko'rsatamiz. Chanxonani ko'rsatsak, xonalarni. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Koridor bo'ldi o'xshaydi, ha? Beri koridor va. Sveti shu o'xshaydi. Svet berniki. Yurgan. Spalnixona mi ber? Bir spalni kichkina. Berni razmeriga kelsak 320 ga 370. Yomon emas, temiz po'ltaxta, ha? Po'ltaxta. Girib yashaydi-mi? Girib bir oddiy fon berib yashasa zakonniy. Otoplen o'tgan, do'stlar. Davom qildiramiz. Chap tomondagi xonamizga kelsak, ikkita xonasi bor ekan. 350 ga 371. To'rtam xonasi bor ekan, ha? Bundan bir xonasi bor, ichida Berni razmeri 370 ga 440. Hisob. Beram bir zakonniy spalni. Polni girib yashaydi ekan, ha? Katalog, hamma narsasi bor, prosta fon berish kerak. Osvishtat berish kerak. Bir qator rang berish kerak. Davom qildiramiz. Bu yondagi xonalarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, to'rtam o'xshaydi, ha? To'rtam uli zali bor. Do'stlar, katta zalimiz. Bu yerda mana pol bo'lgan, bir qator pol kraska, fon bersa sudrasam bo'ladi, kirib yashaman degan odam. Razmerini aytib o'tsak? Razmerini aytib o'tsak, 440 ga 560. 25 kvadrat deng. Bor. Ulinasi zali. Yomon emas. Shifr atilgan ekan, ha? Shifr bo'lgan. Yashab o'tiribmiz bu yerda. Mana do'stlar, ko'raverasiz. Nima demak, bir zal, 4 spalni ekan, ha? 4 spalni ber bilan esa. Bir zal. Bir zal. Tak, bog'im bormi? Bog'im bor, bog'ini ham ko'rsatsak. Qani do'stlar, bir qator ko'rsatdik. Endi bog'ini o'tamiz. Do'stlar, xudo xolsa, bog' tomonga chiqdik. Mana bog'ga chiqishlik chat tomonda kuxnyamiz.
Kuxnya, ha? Ariston bor ekan bu yerda. Aristona, issiq, sovuq suv narsa bor. Men do'stlar. Gazi shu yerga kelgan. Ya shunday holatda kuxnyamiz. Yazgi kuxnyadan bu. Hava, yazgi kuxnya. Bu yerda ikkinchi xonamiz tandirxona. Oo. Tandirxonaning udobli Shaharning o'rtasida tandirxona. Shaharning o'rtasida, yana yonboshimizda domba, xolasa bu yerda tandirxona ochaman deganlar uchun tandirxona ochsam bo'ladi. Polni ishlab turibdi-ku, ha? Polni ishlab turibdi, mana. Ya do'stlar. Bu yerda. Prosta o'zar tartib. Biznes ham aytsam bo'ladi-da bu yerda. Ha, biznes etsa bo'ladi, tandirxona etsa bo'ladi bu yerda. Shaharning markazida. Shaharning markazi. Bu taraf bog' bo'ladi o'xshaydi, ha? Yan tarafimiz bog' havo. Qana bir qator ko'rsadik qana. Vodoprovod gap turibdi ya. Vodoprovod, yer krantimiz bor. Yazgi tualet ham bor ekan do'stlar. Hojatxonasi bor. Bu ham uglovoy korpus bor, ha? Bor, uglovoy korpus. Yani svetoforimiz yanındaki bu yana bizani uyini. Bu yerdan xolasa joy quruvchilar bo'lsa 17 metr, eni bundan ham 17 400 kvadrat metr. Xolasa yekib salsam bo'ladi, ag'achlari, taxtalari, İki joy chiqarsam bo'ladi bu yerda, ikki etajda. 8,5 dan chiqadi-da. Ava, 8,5 dan 2 joy tushirsa bo'ladi. Chotki место, shaharning qat markazi. Ya do'stlar. Planlashtiraversa, to'g'rimi? Ava. Yaxshi shu ekrandagi nomerlari telefon to'g'risida. Bu nomer ko'rsadik. Bu yandan bu tarafdan kiradigan portimiz. Ikki tomonlama yo'l bor ekan unda. Yo'li bor. Xolasa ondan kiradi, xolasa bu yandan ishga tushishi mumkin. Hisob. Mana уже sentr bor, перекрестка. Bir ko'rsatamiz. Oo. Başı uglовок, ha? Hisob. Sentralniy yo'l ya do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas, yani точка. Yana hamkor bankimiz bu yanda edi. Ariant taraf parkimiz bergi uyg'ilda. Bu yana kelsak, Darital bor, Shumbola bor, stadion bor. Arkamız Rayhan Bozor. Bu yan tarafimiz Rayhan Bozor. Vay. Bu yerdan 7 marshrutle o'tadi, marshrutan problema yo'q. Har taraflama удобный. Vay, gap bo'lishi mumkin emas точка, ha? Tushundingmi? Zo'r точкада joylashgan, shaharimiz park markazida. Bu yan tarafimizda yana Shumbola bor. Rayhon bozor bor bu tarafimizda. Amir Temur bog'i yanimizda, svetofordan o'tgan Amir Temur bog'i. Narxi necha so'm? Narxini keladigan bo'lsak 830 deb turibmiz. Ozgina kelishiladigan yer. Variantlar bormi? Variantlar bor, barter bor. 150 kvadratli joy bilan barterimiz bor. Ha, do'stlar. Bu yerdan xolasa yashasam bo'ladi. Xolasa 8,5 metrlikdan 2 dona hovli joy tursam bo'ladi. 2 etajdan, ha? Ha, 2 etajdan. Ya polni yikib turib 2 etajda tutsam bo'ladi, ha? 2 etajda magazin qursam bo'ladi. Bu yerda yana oldimizda dom joylashgan. Zo'r точка berildi. Shaharning qaq markazi. Telefon nomerlari bormi? Telefon nomerlari bor va mulk egasi bilan bog'lanishlaringiz mumkin. 88 472 47 77 do'stlar. Bog'lanasiz. Prямо egasini. Dokumentda muammo yo'q. Dokumentlari tayyor, bemalollardan o'tadi. Problema yo'q. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.